O'zbekistonning o'tmishdagi buyukligini qaytarishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan, biroq tez orada taqiqlangan O'zbek partiyasi haqida eshitganmisiz? 1991-yilda mustaqillikka erishgach, prezident Islom Karimov Rossiyadan paxta ishi doirasida qamalgan va Moskvada saqlanayotgan Ahmadjon Odilovni O'zbekistonga qaytarishni so'raydi. Iltimos qondiriladi. Shu yili Toshkentda o'tkazilgan O'zbekiston yozuvchilarining birinchi qurultoyida Odil Yoqub boshchiligidagi shoirlar Ahmadjon Odilovni millat qahramoni deb e'lon qiladi. Mustaqillik shamolidan ruhlangan Ahmadjon Odilov vatanga qaytgach, O'zbekistonning bir paytlardagi buyukligini yana qaytarishni maqsad qilgan partiya Temur Adolati partiyasi tuzish harakatini boshlaydi. Biroq hokimiyatda turgan Islom Karimovga bu yoqmaydi va uning g'azabiga sabab bo'ladi. Tez orada Odilov va Karimov o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashib ketadi. Natija ham uzoq kutilmaydi. 1993-yilda Ahmadjon Odilov endi mustaqil O'zbekiston tomonidan qamoqqa olinadi. Unga SSSR davrida 5 tonna mahsulotni o'marish aybi qo'yiladi. Sud Ahmadjon Odilovni 4 yilga ozodlikdan mahrum qiladi. Biroq Ahmadjon Odilov qamoqda 4 yil emas, naq 16 yil o'tiradi. Har gal uning jazo muddati tugaganda unga yangi ayblov qo'yiladi va yangi jazo muddati berilaveradi. Faqatgina 2008-yilda 83 yoshga to'lgan, ancha kasal bo'lib qolgan Ahmadjon Odilov ozodlikka chiqariladi. U shundan keyin katta siyosatga boshqa umuman aralashmaydi. Uning Temur Adolati partiyasi g'oyasi ham qog'ozda qolib ketadi. Sharof Rashidovning yaqin safdoshlaridan bo'lgan Ahmadjon Odilov 2017-yilda vafot etdi.